Assalomu alaykum. Baraka o'z kanalining obunachilari. Xudo xolasa Baraka o'zning obunachilari inshaalloh sizlarga Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi albatta Mirshodni taqdim qilamiz. Yemish narxlaridan ko'rsatamiz do'stlar. Yemish narxlaridan birin-ketin bittadan ikkitadan ko'rsatamiz va layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Xudo xolasa kanalimiz yangi albatta o'zlaringiz bilasizlar. O'shaning uchun do'stlar podelitsiya qilib tarqatamiz inshaalloh. Hammaga omad yor bo'lsin. Bugun 1-avgustdagi yemish narxlari ketdi mana sizlarga. Bu sholipoqol adashmasam. Nima ekan bu aka? Ha? Sudanka? Ana do'stlar, sudanka. Shakar qamish. Necha pul narx aka? 35 ming so'm do'stlar. 80 birli ham bor ekan-a? 80 1 metr deyapti akamiz. 35 mingdan narx qo'yilmoqda. Berishmayapti do'stlar albatta. Beda ham bor ekan. Beda necha pul? Beda 45 ming beryapti. 45 ming. Nechta bor? 2 mingta bor. 2 mingta do'stlar. Beda ham bor. Beda deganlarga beda, buni desangiz, bunisini xohlagan somonlari ham bor 1000 ta. Qayerda? Manzil qayerda? Qumqo'rg'on Gagarin. Manzilga olib borasiz 100 tadan ko'p olganga. 100 tadan ko'p olganga dastavka bepul Surxondaryo bo'yicha do'stlar albatta. Telefon nomerni ayting. 95lik 241 8099 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Joyidan ham olib ketsangiz bo'ladi. Qumqo'rg'onda xohlasangiz 100 tadan ko'p olsangiz dastavka ham qilib beriladigan joyi bor albatta do'stlar. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Yana bu taraflarda juda ko'p albatta yemish arimizdan do'stlar, somon pirslarimiz. Albatta beda pirsimiz bor do'stlar. Mana beda pirsimiz 70-80 lik. Necha pul bo'lyapti 70-80 aka? 43 dan beryapmiz aka. 43 dan beryapsiz. 43 dan berilyapti do'stlar. Dastavka bepul, Surxondaryo bo'yicha 100 ta ko'pda olsa, 100 ta olsangiz do'stlar Surxondaryo bo'yicha dastavka bepul albatta 43 dan berilyapti hozirgi vaqtda. Qayerdaki bu? Sherobodniki. Telefon nomerni ayting aka. 93lik 298 5797 nomerlarga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi do'stlar. Albatta ana sizlarga yana bu yoqda prislarimiz ham bor. Hammasidan bor bu do'stlar. Ana bu tarafda ana ana beda prislarni ko'ryapsizlar. Beda pris ko'p do'stlar. Nasıl turibdi. Assalomu alaykum. Necha pul bo'lyapti bular? 37 deyapti. 37? Bo'lishi necha pul? Ha? Bo'lishi 37. 37 mingdan do'stlar bo'lishi deyapti. Ukamiz albatta dastavka ichida Surxondaryo bo'yicha 100 tadan ko'p olsangiz kelishtirib qilib beriladigan joyi albatta bor do'stlar. 37 ming aytilish narxi bu. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Telefon nomerni ayting. 95lik 037 0979 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi do'stlar. Oltinsoyda xohlagan to'shkangizga do'stlar 50 ta olsangiz ham olib borib beradi. Bepul dastavkasi do'stlar. Endi qolgan viloyat tumanlarda kelishib olasiz o'zlari bilan albatta. Mana qo'ylar qaytyapti. Necha puldan qaytyapti bu qo'ylar aka? 4,5 dan qaytdi do'stlar. Ana qo'chqarga tayyor qo'ylar do'stlar. Ana shunaqa to'xtating. Qo'chqarga do'stlar, qo'chqarga tayyor albatta bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin do'stlar. 4,5 dan hozirgi vaqtda savdosi bo'lgan berilmagan yosh qo'ylar deyapti. Bormi bundan boshqa? Somonlarni ko'ryapsiz, somon ham yeyadi, hamma narsa. Bormi? Nomerni ayting aka, nomerni. 88lik 235 50 60 nomerlarga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi.
Oltinsoyda qo'ylari do'stlar. Mana somonlarimizdan yana yemish narxlariga qaytamiz do'stlar. Nechi bu aka somonimiz? Necha somonimiz, ey? Somon 30 ming. Somon 26 beryapmiz. 26 nechilik bu? 91 metr, biri 10 orasi bitta. 12,5 dan qaytgan do'stlar mana shu. 26 birlik 80 yo'qmi? 80 yo'qmi? Bitta yarda 80 bor. Bitta ikkita 80 bor do'stlar. Nechidan olindi bular aka? Necha? Ana do'stlar. 26 mingdan uygacha olib borib berishi bilan do'stlar, dastavkasi ichida albatta. Surxondaryo bo'yicha. Ayting nomerni aka. Nomer 99 624 624 1411. 1411 nomerlariga telefon qilib bog'lanib boshqalaringiz bo'ladi. Mana real sotilganlar necha puldan sotilyapti bu aka? 45 ming. 45 mingdan hozir ketyaptimi? Ha, 45. 45 mingdan hozir ketayotgan joyi do'stlar. Mana ko'p uyda do'stlar. Mana 45 ming. Beda deganlarga beda ham bor do'stlar. Ko'ryapsizlar, albatta. Bemalol ko'rib boqsangiz bo'ladi. Bu yoqda somon prispa. Bu nimaning somoni aka? Bug'doydagi do'stlar. Mana. Bug'doyda somoni. Buning narxi necha pul aka? 25 ming so'mdan do'stlar. 25 mingdan aytilyapti. Aytilish narxi 25. Aytilish narxi. 25 aytilish narxi 100 tadan ko'p olganga har doimgidek dastavka Surxondaryo bo'yicha bepul. Oltinsoy bo'yicha xudo xolasa 20 ta olsangiz ham 30 ta olsangiz ham tashab ketadi do'stlar. Oltinsoyda faqat. Telefon nomerni ayting. 99 092 092 1550 aka. 1552 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Mana bizni ukamiz beda pris olib kelibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham zo'r 37 mingdan beramiz. Ha, 40 mingdan beramiz do'stlar. 40 mingdan beriladigan joyi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda 80 lik 1 metrlik beda prislarimiz 40 mingdan dastavka ichida 100 ta olganlarga ham albatta tubanlar aro albatta 20 tadan ko'p olganga Oltinsoy bo'yicha tashab ketadi albatta. Telefon nomerni ayting. 95 lik 037 0979 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz. Mana bunisi nima ekan bu? Shakar qamish do'stlar mana. Shakar qamish. Shakar qamish emas bu. Ha, nima bu? Sudak tari bu. Sudak tari ekan do'stlar ana. Sudak tarimiz. Qorada to'g'rimi endi? Qora do'stlar. Qoramiz. 70-80 necha pul bo'lyapti bu narx aka? 36 berilyapti. 36 ming berilyapti do'stlar. Endi dona bu. Doni bilan birgalikda mana ko'rishlaringiz mumkin. Doni bilan birgalikda qorimiz. Mana shu Do'stlar, nima deydi? 36 ming. Shu Oltinsoy o'z dastavka ichida. Ha, tumanga ketmaymiz. Yo'q. Faqat Oltinsoyga do'stlar. Ayting nomerda. 90lik 569 57 54. 57 54 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz.